Xo'p, assalomu alaykum. Bugun va'da qilganimizdek sizlarga yangi versiyani taqdim etamiz va bu versiyada ko'p yangilanishlar bo'lgan. Hammasini yangilanishlar haqida yozib chiqaman. Alohida post qilib, bu darsda ko'rsatib bermoqchi bo'lgan narsam o'sha YouTube'da analiz qilish jarayonini ko'rsatib beraman. Qaranglar, mana bu ilovaga kirganinglarda mana yerda asboblar bor. Asboblarga o'tamizda va mana bu yerda kerakli vositalar bor. Bu yerda bizga keraklisi mana raqobatchilar tahlili. Mana shuni ochamiz yoki mana bu yerga yulduzchaga bosib qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda paydo bo'ladi. Mana mahkamlangan deyapti. Mana ochish tugmasini bosamiz va mana bu yerda mana oldin sizlarga ko'rsatganimdek manba chiqdi va bu hozir test rejimida. Chunki biz o'zimiz test qildik, lekin hali beri to'liq testdan o'tmagani uchun boshida bunaqa funksiyalarni test rejimida chiqaramiz. Ba'zi bir xatoliklar, ba'zi bir sizlar ya'ni biz ko'rmagan ba'zi bir xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Bundan xavotir olmanglar. Shunday holat bo'lsa agarda srazu menga yozasizlar, mana shunaqa holat bo'ldi deb va buni birga ko'rib chiqamiz. Va iltimos xato tashlayotganda srazu log bilan tashlab beringlar. Log faylda mana bu yerdan olasizlar sozlamalar, mana bu yerda diagnostika bo'limida mana bunga bosasizlar mana. Shunga bosasizlar, log papkasini ochish va mana shu faylni Telegramdan tashlab berasizlar. Shunda meni muammoni ko'rishim tezroq bo'ladi. Xo'p, bu qanday ishlaydi? Qaranglar, istalgan mana bu kanalni olamiz. Istalgan raqobatchilar kanalni olasizlar. Mana shu yerga qo'yasizlar va mana bu yerda tanlaysizlar qaysi formati kerak, long, short formati qaysi biri kerak. Agar hammasi kerak bo'lsa, hammasini tanlab kanalni tahlil qilishni bosamiz. Va bizga mana bu videolarni tortib keldi. Mana ahamiyat beringlar, bu yerda ham long formatdagisi bor, ham short formatdagi videolari bor va mana bu yerda bizga eng yaxshi ko'rilgan videolarini tepaga olib beradi. Yaxshi ko'rilgan degani o'sha o'tgan safar tushirgandaqa hozirgi holatda kuniga eng ko'p ko'rilayotgan videolari bo'ladi. Hozirgi holatda kuniga eng ko'p. Misol uchun bu kanalda 10 millionlik videosi bo'lishi mumkin. Uni olmaydida, masalan 700 mingta ko'rilgan, lekin kuniga 60 mingta, 70 mingtadan ko'rilyapti. Ana shu virusning, ya'ni hozir trenddagi videosi bo'ladi. Ana shunaqalardan biri mana bu ekan. 14 kun oldin qo'ygan 65 mingta kuniga ko'rilyapti. Mana shuni olamiz, bosamiz. Mana bu yerda mana transkribatsiya va tahlilni olish tugmasini bosamiz va bu bizga bizga videoni transkribatsiyasini va tahlilini olib keladi. Qaranglar, qanday olib keladi bu? Mana bu yerda mana bitta boshqasini olaylik-da, ulgurmadik. Xo'p, mana long formatini tanlaymizda, mana bu yerda mana shuni olib transkribatsiyani bosib, mana bunga ochsanglar, mana o'zi kanalda ochadi brauzeringlarda, o'zi kerakli joyida ochadi-da va mana bu yerdan transkribatsiyani olib yopib qo'yadi brauzerni. Mana shunday qilib aniq tahlilni oladi. Realniy tahlilni oladi. Mana tayyor bo'ldi. Mana bu yerda necha kun oldin chop etilganini ko'rasizlar, qancha ko'rilgan, kuniga hozir qanchadan ko'rilyapti va mana bu yerda nimaga bu ishlagan degan tushunchani olishinglar mumkin. Bu yerda sun'iy intellekt nimaga bu ishlayapti degan sizlarga ma'lumotni beradi. Misol uchun mana trigger, hayotingizda norozi bo'lish, ya'ni bu juda ham ko'p muammolarga uchraydigan trigger va mana bu yerda videoni tuzilmasini ko'rsatyapti. Nimaga bu video aynan ishlagan, qanday boshlangan, qanday tushuntirgan va qanday bu video xullas topga chiqqan. Mana shu muammo savolga javob beryapti. Mana bu yerda ikkita tavsiya beryapti. Endi mana biz ikkita videoni qabul qildik va shu ikkita videoni yangi g'oya olamiz. Mana yangi g'oya yaratishni bosamiz. Endi mana bu yerda mana o'sha oldingi ko'rsatganim holatmi qoldi. Mana shorts uchala hitni aralashtirish yoki shunaqa qilish, mana tanlaymiz o'zimiz. Qaysi bir holatda bizga kerakligini tanlaymiz. Va mana bu g'oyalarni taklif qilish tugmasini bosamiz. Va mana bizda shu videolarni olib, hozir g'oyalarni taklif qilishni yozib chiqyapti.
mana bizga taklif qildi, qaysi mavzuni yozish. Nimaga sen o'z hayotingni yomon ko'rasan va buni qanday qilib to'g'rilash mumkin degan ma'lumot berdi. Judayam qiziqarli menimcha. Chunki masalan men bunaqa videoni ko'rgan bo'lardim. Ya'ni mana buni qaranglar, avtopilotda boshqarish tizimini sindirish va o'zingiz ustingizda tadqiqot olib borish degan mavzular beryapti. Hammasi qiziq xullas. Menga aynan mana bu hammasidan ko'ra qiziqroq bo'ldi. Bo'ldi, ssenariy yozishni bosamiz va endi kutib turamiz. Bu bizga ssenariy yozib beradi va bunga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Chunki bu ssenariy yozish paytida bizda o'qitilgan bir nechta agentlar bor. Ana shu agentlar bir bilan gaplashib, ya'ni ssenariy tuzish uchun kerakli bo'lgan huquqlarni, kerakli bo'lgan narsalarni tuzib berib, keyin rejissyorga beradi va o'sha ma'lumotlarga tayanib rejissyor yozadi. Под капотом shunaqa jarayon bo'ladi. Ana shuning uchun ozgina sabr qilib turasizlar bu yozib berguncha. Bu oddiy bergan matnimizni bo'lib berishdan ko'ra ko'proq jarayon bo'ladi buni tagida. Mana videomiz, ya'ni ssenariyimiz tayyor bo'ldi. Mana bu yerda mana ssenariylar tayyor, qaranglar yozgan. Endi biz buni boshqacha o'zgartirishimiz, dinamikroq, ya'ni qisqaroq ohang o'zgartirish qilish. Odatda men buni tegmayman, chunki o'zi birinchi yozganda shu aytganimdek agentlar bilan, ya'ni ikkita agent bir bilan gaplashib matn tuzadi. Ikkita tasavvurli ssenarist bir bilan gaplashib matn tuzadi va o'sha ikkalasi bitta mavzuga kelishib bergandan keyin rejissyor buni to'g'rilaydi. Ana shuning uchun menga birinchi bergan jarayonini o'zi yoqadi. Mana bu funksiyalar hozirda yana davom ettiryapmiz, ya'ni ishlab chiqishda. Buni yana ham takomillashtiramiz. Shuning uchun hozircha bu funksiyalardan to'laqonlik ishonchli foydalanmasanglar bo'laveradi. Ya'ni qanday qilib obloshka qilish taxminan ko'rsatib beradi, lekin hali beri men o'ylagan nuqtaga kelgani yo'q. Ya'ni bu 100% ishlaganda bizga viralniy obloshka, ya'ni obloshka nima deydi, muqovani ham o'zimiz mana shu ilovada chiqarib beramiz. Papkaga joylab beramiz. Shu proyekt papkasiga shu ilovani o'zida xudo xolisa YouTube'ga joylaydigan darajaga yetib olamiz. Yana 3-4 ta yangilanishimiz bor, uni shunday yetib olamiz. Hozircha faqatgina g'oya sifatida ishlatasizlar va obloshkani o'zingizlar tayyorlab turasizlar. Ssenariyni olamiz va mana bu yerda loyiha yaratishga bosamiz. Va loyiha yaratishga bossanglar, mana shu yerda qarang, matn berasizlar, ikkinchi oynaga kelamiz. Bu matni tayyor, ikkinchi oynaga kelamiz va misol uchun ikkinchi oynada mana bu yerda tanlaymiz janr formatlarini. Qaysi ko'rinishda qilamiz janr formatlari, masalan slayd show, hayvonot olami va keyingi manbaga o'tamiz. Mana bu yerda tanlaymiz qanday ko'rinishda bo'lishini. Mana shu yerda o'zida bir narsani aytib ketay. Sizlar so'ragandinglar gruppada menda video bor. Videolarda bitta qahramonni ushlab turib animatsiya qilyapti. Bizda hozir mana shu jarayon faqat sticky ko'rinishida, ya'ni rasm ko'rinishida edi. Endi bizda hozir shu sizlarning talabinglarga binoan birinchi rasmlarni chiqarib olamiz. Ana shu rasmlarni animatsiya qilamiz. Ya'ni bitta qahramonni ushlab videoni oxirigacha animatsiya qilish jarayoniga yetib keldik. Ana shu narsa mana bu tayanch to'g'ridan to'g'ri video degan mana bu yerda mana qo'shilgan, ko'rsanglar. Mana bu yerda mana tayanchli kadr orqali desanglar, demak bu nima degani? Bu birinchi qahramon rasmlarini hammasini chiqarib olamiz va ana shu qahramon rasmlarini keyin hammasini video qilib animatsiya qilib chiqamiz degan. Mana bu o'zi o'qisanglar tushunarli bo'ladi. Barcha kadrlar tayyor bo'lgandan keyin animatsiya qilish deb yozganman, ya'ni shunaqa osonroq yozishga harakat qilyapman tushunishinglar uchun. Bu jarayonda nima bo'ladi? Avval biz hamma masalan 20 ta kadrimiz bo'lsa, 20 ta kadr qahramon o'tirgan, yotgan joyini chiqarib olamiz rasm qilib va shu rasmni chiqarib olganimizdan so'ng xuddi o'sha rasmlarni avtomatik tarzda, ya'ni video qilishga o'tamiz. Ahamiyat beringlar, mana shu funksiya ham, video tayanch funksiyasi ham hozir beta versiyada ishlaydi va qaysidir jarayonda muammolar bo'lishi mumkin. Muammolar bo'lsa, vahima qilmanglar, shuni menga yozasizlar, logni tashlaysizlar va birga ko'rib chiqamiz. Har biringlar bilan o'zi tanishib oldim, lichkada hammanglar bilan gaplashaman, shuning uchun muammosiz yozaveringlar. Endi davom etishga bosamiz va o'sha bu yog'i biz o'rgangan sahnalar. Endi ssenariyni, shu tayyor ssenariyimiz bor, endi ssenariyni bizga promptlarga bo'lib beradi. Va bu yog'i bir xil ishlaydi, o'sha o'rgatganimdek. Agar savollar bo'lsa,
yozaverasizlar. Rahmat.